O'rtoqlar, homiylar, assalomu alaykum. IFR firmaniki 32140 15 Ah 3.2 volt 48 wattga to'g'ri keladigan litiy железо fosfat batarekamizdan kelgan sotuvga. Kimga shunaqa batareyka kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Buni 0.2 mm mana bu apparatda bemalol yig'dirib ketsanglar bo'ladi. O'zimizda ham yig'ib xizmatlarimiz ham bor. Xitoydan 2026 model. Buni litiyonli toifasiga tegishli 21700 dan ham kelgan. Bu 5 amperlik bo'lib, bu 18650 dan sal nomligi kattaroq bo'ladi. Ichki qarshiligi 12 bo'ladi. 18650 niki 16-17 ichki qarshiligi bo'ladi. Bemalol og'irroq nagruskalarga, skuterlar, monoveyligi mashinadan tersa bo'ladi. Buni ichki qarshiligi 2 bo'ladi. Skuterligi 30 amperdan boshlab yig'ilsa, qizishli umuman bo'lmaydi. Keyin yili 10 yilgacha yetish muddati bor buni. 1 yil garantiyasi bilan beramiz.